birinchi aylanib keladigan joyimizda voqea bo'ladi. Har bitta butilkaning ichida 500 mingdan pul bo'ladi. Joylashtiramiz. Mana ichiga tiqib qo'yapman. Chinoz balu bozoriga yaqinlashib kelib qoldi. Sazan bo'lmasa farqi yo'q. 2 kishilik eng ko'p qanaqa balu sotib olishadi? Quruq emas, juda ham zo'r pishgan ichlari bilan. Bismillahirrohmanirrohim. O'zbekistonda eng ko'p iste'mol qilinadigan balu bu sazan balu. Mana shu yeyotgan balu o'zi bo'lganinglarda ham mana qisillab bo'lyapti. İçi yumshoqlik mana. O'zi qanaqa bitta bozorda savdo kattami yo uncha emasmi? Butkani tek qismiga mashga qo'yganman. Mana shu oq tosh to'g'risida bo'ladi. Assalomu alaykum, meni ismim Mahamadjon. Men travel blogga boshlayapman. Hozirgi paytda birinchi aylanib keladigan joyimizda voqea bo'ladi. Voqeani bir aylanib sizlarga ko'rsatib kelmoqchiman. O'zimizning emotsiyalar bilan bo'lishmoqchiman. Birinchi to'xtaydigan joyimiz Chinoz balu bozori bo'ladi. Shunga ketdik. Mana hozir Chinoz balu bozoriga yaqinlashib kelib qoldi. Birinchi to'xtaydigan joyimizda shu bo'ladi. Bu bozor Toshkent shahrini balu bilan ta'minlaydi. Agar bilsanglar, O'zbekistonda balu iste'mol qilish kishi boshiga 4 kilodan balu to'g'ri kelyapti. Hozirgi paytda 165 ta davlatning ichida nechinchi o'rinda turgan o'zani etiketinglar. Bu haqida ma'lumotlarni aniqlashtirib, ko'rsatuv oxirida etib ketamiz. Qo'shnilarga keladigan bo'lsak, Qozog'iston 2,5 kilo, Turkmaniston 3 kilo, Qirg'iziston 900 gram yiliga kishi boshiga balu to'g'ri kelar ekan, Tojikistonda 700 gram. O'shani bir o'zingizlar ma'lumot berib, kommentariy yozib qo'ysanglar, ko'rsatuvning oxirida biz aniq ma'lumotni berib ketamiz. Va alaykum assalom. Qanaqa baliqinglar bor? Mayli, sudak qilib bera qoling. Bormi sudak? Mayli, sazan bo'lmasa farqi yo'q. 2 kishilik necha 1 kilo ko'p, 600 gram qiling, biz hali ko'p joy to'xtash. Ha, bo'ldi, mayli 1 kilo bo'lmasa. Eng ko'p qanaqa balu sotib olishadi? Sazan. Sazan. Balu bozordan 1 kilometr uzoqlikda, demisizlar yo 500 metr mana bu yerda? 200 metrmi? Yaxshi. Balu sezoni ham tugadi shekil menimcha. Hech kim yo'q. Kun isib ketganiga ham qarshi emasmiz videoga tushishga. Nima uchun? Biz blog olyapmiz. O'zbekiston aylanib kelish uchun. Mana birinchi to'xtagan joyingiz sizniki bo'ldi. O'shanga mana shu balu tayyorlayotganingiz ham bizga qiziq. Mana balu yuzani qovurgan olib ketyapmiz. Sizlarga ham ko'rsatamiz hozir qanaqa qilib qovurishlarini. Sizlarda yo'q o'tinmi? Bir kilo baluni qovurish uchun qancha yog' kerak bo'ladi? Hammasini solasizmi? Bu yerda adashmasam 2,5 kilomi qancha? Yog' bilan shirinmi? Tuzdan tashqari yana nimalar solasizlar balu qovurayotganda? Limonni so'ki, bu narsalar qo'shilmaydi. Yozda yopilasizlarmi, yozda ham ishlaysizlarmi? Yozda ham odamlar balu iste'mol qiladimi? Yo'q. Asosan odamlar bu yoqqa kunduzi keladimi yo kechki paytmi? Mana biz hozirgi paytda birinchi lokatsiyaga yetib keldik. Bu yerda baluni mazasini ko'rib, bu yoqdan 200 metr uzoqlikda joylashgan Chinoz balu bozoriga kiramiz. Yerdan lavha tayyorlaymiz. Har bir kirgan joyingizda bizga xarajat o'zi nechta pul bo'lganini, budjet o'zi nechta pul bo'lganini sizlarga ma'lumot berib ketamiz. Shu joylarga keladigan bo'lsanglar, inobatga olib qo'yasizlar. Keyin kommentariyada yozib qo'yinglar. Biz
olgan mahsulotlar yo bo'lmasam xizmatlar o'zini narxiga arziydimi, qimmatmi, arzonmi yozib ketsanglar, bizga ham qiziq bo'ladi bu narsa. Mana baliq o'zi yetib keldi. Hozir mazasini ko'ramiz. Ko'rinishi yomon emas, men o'ylashimcha. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Mana sochniligini ko'ryapsizlarmi baliqni? Quruq emas, juda ham zo'r pishgan ichlari bilan. Hozir mazasini ko'rib ko'ramiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Baliq gap yo'q. Baliq yo'lroq ovqat bo'lgani uchun o'zini yeyish sal qiyinroq. Butun O'zbekistonga baliq bo'yicha mashhur bo'lgan Chinoz bozorining yonidagi kafe. Mana sous bilan ham botirib yesak, mazasiga mazza beradi. Hozirgi paytda O'zbekistonda eng ko'p iste'mol qilinadigan baliq bu sazan baliq. Mana shu yeyotgan baliq o'zi o'zbeklar yaxshi ko'rib iste'mol qilishadi. Sababi bu pishirganingizda quruq bo'lmaydi va to'yimli. Endi bizda O'zbekistonda dengiz bo'lmagani uchun asosan daryo baliqlarini odamlar pishirib iste'mol qilishadi. Lekin O'zbekistonning baliqlari baribir boshqa joy baliqlarga nisbatan mazasi bilan farq qilib turadi. Ko'p jihati bilan bizning sazanlar boshqa joy sazaniga nisbatan shirinroq deymizmi? Mazasi boshqacharoq. Bizda shu pomidor mahsulotlari ham, boshqa ekin mahsulotlari ham mazasi boshqacha bo'lgani uchun so'klarini o'zini ham mazasi boshqacha bo'ladi, shirin bo'ladi degan ma'noda aytmoqman. Mana pomidorlarni ham qaranglar, qanaqa so'chli. Bunaqa pomidorlar boshqa joyda yo'q. Faqat O'zbekistonda bo'ladi. Agar xorijda yurgan o'zbeklar o'zi bo'lsa, sizlar ham vatanga kelganingizda oilanglar bilanmi, o'zinglarmi mana shunaqa joylarga kelib mazza qilib ketsanglar bo'ladi. Baliqlar o'zi qilib siqib borsa, limonni bu ham o'zgacha mazza beradi. Mana qisir-qusur bo'lgan hamma yog'i. Baliqni pishirganda usti va shunaqa qattiq bo'lib, ichi yumshoq bo'lsa, odamga yoqadi. Bo'lganinglarda ham mana qisirlab bo'lyapti. Ichi yumshoq lekin mana siqib ham ko'ramiz, mana ichi yumshoq, ja unaqa yog'li emas. Bir xillarga yog'li baliq yoqmaydi, sababi me'daga tegib qoladi, lekin baliqni qovurgandan keyin yog'ini silqitib yorsa, odamga yoqimli bo'ladi. Baliqni pishirganda ko'proq mana shu yirik baliqni pishirsak, suyaklari ham, qiltirnoqlari ham katta bo'ladi-da, odamga havo yo'liga yo tomog'iga ketib qolish ehtimoli kam bo'ladi. O'shaning uchun yosh bolalar bilan keladigan bo'lsanglar, albatta kattaroq baliqni zakaz berganinglar yaxshi. Chunki yeyish qulay katta baliqni. Mana baliqlarni ham yeb chiqdi. Baliq o'zlarining budjeti 230 ming bo'ldi. Kommentariyada yozib qolinglar. Qimmatmi, arzonmi, yaxshi narx bo'ldimi? Endi bu yog'iga baliq bozorida ko'rishamiz sizlar bilan. Mana keldi bozorga, stayankas to'xtadi. Mana Chinoz baliq bozori shu, agar adashmasam, O'zbekistonda eng katta baliq bozor shu yerda joylashgan. Hozir yerda ham kirib, yerdan ham lavhalar tayyorlaymiz. Mana Chinoz bozoriga ham keldi. O'rtacha baliq ekan, katta baliq yo'q ekan bu yerda. Tastolobik baliqlar bu yerda ekan. Kilosi necha puldan baliq? Va alaykum assalom. 35 ming qilib beramiz aka, ikki tipi. Sazanlar necha pul bo'ldi, xabaringiz yo'q? Sazan necha kiloli aka? 5 kilo, 4 kiloli sazan. 5 kiloliklari balig'iga qarab aka. 70 ming, 80 ming. Ana, sifatiga qarab. Sizlar asosan tastolobik sotasizlar. Ha, tastolobik, yusri. Yaxshi. O'zi qanaqa bu yerda bozorda savdo kattami yo uncha emasmi? Bo'ladi, o'ziga yarasha. Bir kunda necha tonna baliq sotiladi? Bilmaysizmi?
O'zbekiston kishi boshiga baliq iste'moli bo'yicha 165 ta davlat ichida 137-o'rinda turadi. Bu sizlar o'ylashingizcha yetarlimi, yaxshi o'rindami yo uncha emasmi? Bu haqida fikrlaringlarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Mana hozir Bavlu bozordan ham chiqdi. Savdo yo'q, umuman hamma yoq bo'm-bo'sh. Birinchi kelgan joyimizga biz aytganimdek, Budjet Rent-A-Car kompaniyasi bizning homiyimiz. 500 ming har bitta aholi punktiga atagan. Shunga shu 500 ming pulni butilkaga solib bekitib ketamiz. Lokatsiyalarni pastda silkalar bo'ladi. Telegram gruppalar o'shanga tashab qo'yamiz. Hadiyozani bekitib ketamiz. Agarda sizlar mana shu YouTube kanalingizga silkasiga yozilib qo'ysanglar, podpiska bosib qo'ysanglar tugmasini, keyin Telegram kanalingizga ham a'zo bo'lib qo'ysanglar, erta lokatsiyalar bo'ladi, topishinglar osonroq bo'ladi. Har bitta borilgan joyda shu narsa bo'ladi. Boshqa yaqinlaringizga ham bu narsani tarqatib qo'yinglar. Har bitta butilkaning ichida 500 mingdan pul bo'ladi. Keyin shu butilkani topganingizdan keyin, sovg'ani olganingizdan keyin Telegram gruppaga o'sha dumaloq videoni tashab qo'ysanglar, kartalarga yana 100 ming pul tashab beramiz biz. Esdan chiqmasin shu narsa. Hikmatdalab foydali narsa bo'ladi. Hammaga xayr, hammaga rahmat e'tibor uchun. Keyingi to'xtalish joyimizni Xudo xolisa Jizzaxda ko'rishamiz. Mana plyuzani ham tayyorlab qo'ydi, 500 ming pul. Mana ko'rib olishinglar mumkin. Buni hozir bundoq qilib ham idish ichiga tiqamiz, suvni idishning ichiga. Endi hozir sig'ishi ham qiyin bo'libdi. Amallab joylashtiramiz. Mana ichiga tiqib qo'yibman. Mana butilkaga joylashtirdi 500 ming pulni. Mana shu butkani yon qismiga joylashtirib ketamiz. Sizlar olasizlar. Mana shunda bizda bu yoqda Bavlu bozori bo'lyapti. Bavlu bozorining asosiy kiradigan darvozalari, mana bu yoqda kafelar bor. Biz butilkani mana bu anaqani butkani tek qismiga mana shuga qo'yibman. Mana shu oq tosh to'g'risida bo'ladi. Lokatsiyani Telegramga tashab qo'yamiz. Agarda topgan odam Telegramdan bizga dumaloq video tashlasa, kartasiga yana 100 ming tashab beramiz. O'shaning uchun podpiska esdan chiqmasin. Boshqalar bilan ham bo'lishib qo'yinglar, yaqinlar bilan, ular ham ko'rishsin shu narsani. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvlarning mana ikkinchi soni. Jizzax viloyatiga ham kirib keldi. Jizzax shahriga borishingizga 60 kilometr yo'l qoldi. Strukturasi mana shunaqa, usti qattiq, ichida piyoz bilan qiyma.